Assalomu alaykum aka-ukalarimiz. Bo'lasan sizlar bilan bola kulturalaringizdan 3 ta buqacha turibdi o'nerga. Naqlan sizlarga so'rab o'tamiz hozir. Mana. Aka ho'kiz qancha ekan aka? Ha? Qancha? 15 so'm aka. 15 so'm bosh qora. Sakra bo'lyapti kurtuganlaringizda. Kurtuganlaringizda ho'kizcha kallasi yo'q 15 ming so'm deyapti aka-ukalarimiz kurtuganlar. Aka ho'kiz qancha bo'ldi aka? Bu ham 15 ha? 15 ming so'm deyapti, ikkalasi ham buqa dedi. Sizlarga aytdim. Bu qancha ekan rashka? Bu ham 15 ming ha? 3 ta ho'kizcha, pashti kattaligi bir xil 15 ming so'm deyapti. Adres qayerda bu ho'kizda? Bishkent Varashilov. Bishkent Varashilovdagi aka-ukalarimiz kurtuganingizda ho'kizcha chotki. Ya'ni ho'kizchalarda ham narxini so'radigan aka-ukalarimizga mana ho'kizlar narx-navosi videomizga like bos. Ya'ni yangi kirib kelgan aka-ukalarimiz bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib like bosishni unutmangizlar aziz aka-ukalarimiz. Sizlarga mol bozori ko'rsatib o'tsam, mana mol bozor, mana mol bozor. Suyda sizlarga harakat qilamiz. Mol qancha ekan aka? Ha? 20 ta? Aka-ukalarimiz 20 ta qilyapti mana shu molimizni. Bozor qancha narx qildi aka? Bozor 15,5 ming so'm narx qildi. Molda aytilishi ko'p. Bu ichida bolasi bor ha? Ichida bolasi yo'q. Mol semiz holatda 20 ming so'm deyapti aziz aka-ukalarimiz. Ana molimiz. Aka bu qanday parada bu? Ha? Gollandskiy chotish. Gollandskiy chotish ekan molda. Ana. Aka-ukalarimiz savunli mol ko'rtirganlaringizda. Narx qancha buni? 12,5 ming ha? Balasi bormi buni? 12,5 ming so'm deyapti. Sut beradi. Qancha sut beradi aka primerni? Ha? 3-4 litr sut beradi ha? 3-4 litr sut beradi ekan aziz aka-ukalarimiz. Mana yerda ham yana bitta mol bor, ikkalasi ham bir kishiniki. Bu qancha ekan aka bu mol? 14 ming so'm deyapti aziz aka-ukalarimiz. Bozor qancha narx qildi aka buni? 12,600 so'm narx qildi akani o'zi. 14 ming so'm deyapti aziz aka-ukalar. Mollar narxi mol bozordan shunday bo'lib bo'lyapti aziz aka-ukalarimiz. Aka-ukalarimiz va keyingi molimiz ko'rib turganlaringizda. Parodachi aka? Ha, smetana. Parodas smetana aka. Mol holati. Chanda aka mol. Aka-ukalarimiz ko'rib turganlaringizda 28 ming so'm deyapti. Ya'ni smetana aka moldimdekilari. Bozor chankad aka? Ha? Bozor chankad. Molda narxi 28 ming deyapti. Bozor 20 ming so'm narx aziz aka-ukalarimiz mana mol. Aka-ukalarimiz ko'rib turganlaringizda mana keyingi molimiz. Menimcha ichida bolasi bor ha buni? Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Narx qancha bo'lsa molda? 16 mingga. Ya'ni necha oylik bolasi? 7 oylik. Ichida 7 oylik bolasi bor ekan. Narx qancha? 16 mingga. 16 ming so'm deyapti aziz aka-ukalarimiz. Bozor qancha narx qildi? 13,5 ming savdo qildi molda narx ko'rib turganlaringizda mana. Kimga shu to'qli ichida bolasi mol kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar aziz aka-ukalarimiz. Molda mana. Aka-ukalarimiz mana buqani ko'rayotgan bo'lsalaringiz, mana alani 25 ming so'mga bermoqchi. Mana aka. Ho'kizlarning narxi aka-ukalarimiz bergan ho'kizlar juda ham ko'p. Ko'rib turayotgan bo'lsalaringiz, mana stalbaga baylangan ho'kiz, ya'ni buqa 29 ming so'mga berilmadi. Savdo bo'ldi 29 ming so'mga berilmadi. Aka-ukalarimiz ko'rib turayotgan bo'lsalaringiz, 29 ming so'mga berilmadi. Aka-ukalarimiz mana ko'rib turgan bo'lsalaringiz, mana qara ho'kizni 60 ming so'm deyapti mana. Bozor 45-50 ming so'm narx qilyapti mana. 60 ming so'm turibdi. Mana qara mana.
Ana ko'rib turgan bo'lsalaringiz, ana buqa, ho'kiz. Aka buqa qancha bo'lyapti narxi? Ha? Bozor chankat. Aka bu olindimi? Qanchaga? 22.500 ga olindi. Ya'ni 22.5 ming somon ko'rib turganingiz. Ana. Buqa. Ey bacha, ben o'qi. Aka qancha bo'ladi buqa aka? Qancha? 24 mingga savdo bo'lyapti, ha? Hozir aka ukalarimiz ko'rib turganingiz 24 ming somonga savdo bo'lyapti mana buqa. Bu savdo. Ana. 24 ming somonga. Aka ukalarimiz molni yaxshilari sizlarga to'g'risini aytsam, o'sha bozorda oxirgi kisalaringiz o'sha bilan tayda yaxshi cho't mol. Aka mol qancha ekan aka? 40 ming somon. Balasi ham bor, ha? Voy, baxshish aka, baxshish. Ha, nechinchi bolasi? Birinchi bo'ladi. Birinchi qancha sut beradi aka bu? 8 litr sut beradi ekan, ko'rib turganlaringizda. Mol вообще holati cho'tki, mana. Bu sizlaringiz bo'ladi, mana. 8 litr sut beratyapti aziz aka-ukalarimiz. Mana. Bozor qancha narxida aka? 31,5. 31,5. Bozor 31,5 savdo qildi aziz aka-ukalar, ko'rib turganlaringizda. Aka-ukalar, keyingi molimiz, ya'ni bolali mol bo'ladi ekan. Bu mol narxi qancha ekan? Ha? 8 ming. Cha? 19 ming so'm. Ina bola. Qancha sut beradi? 8 litr, 7 litr sut bor. 8-7 litr sut beradi, ha? Mana ko'rib turganlar. Bozor qancha narx qildi? Bozor 16,5. Bozor 16,5 ming savdo qildi. Ya'ni molning narxi 19 ming so'm, ha? 19 ming so'm, ha? Mana ko'rib turganlaringizda turibdi. Kesalangiz uspit qilasizlar. Mana bu yerda ham bola. Nechinchi bolasi bu? 4-chi bolasi, ha? Aka mol nechinchi bolasi bo'lsa bu aka? Ha? Shunda nechinchi bolasi aka bu? Ikkinchisi? Narxi qancha deyapsiz? 20 ming so'm deyapti. Ikkinchi bolasi. 10 litr sut beradi, ha? 10 litr sut beradi aziz aka-ukalarimiz. Bozor qancha narx qildi aka? Bozor 18 ming 400 deyapti. 18,5 ming so'm deyapti, ko'rib turganlaringizda mana. Ya'ni turibdi, ya'ni savdo qilib o'qishingiz mumkin aziz aka-ukalarimiz.